Bo'ldi, qo'lni yuvib bo'ldi. Keyingisiga o'tavering. Xo'p, qo'lga suv olganingizda, mana boshga yuvish qo'lga suv oling boshqatdan. Qo'lga suv oldingiz-a, to'king qo'lingizga. Ha, bo'ldi. Siz endi qarang, qo'lingizni ishqalab suvni tushirib yuboryapsiz. Undan keyin, to'g'rimi? Ishqalab tushirayotgan, odatda siltab ham qo'yyapsiz, keyin tortyapsiz. Bu mumkin emas bu. Qo'lingizdagi suv tursin shundoqcha. Shunday oling, bunisiga to'king, bunday oqqizing. Shu sari oqib turgan holda torting masiqni. Sidirib tushirib yormang. Sidirib tushirib yorsangiz uni, qo'lingizni bir-biriga mas ishlatib bo'ldingiz. Sizni qo'lingiz ishlab bo'ldi. Ishlamagan qo'l bilan mas tortish kerak. Siz sidirganingizning o'zida ishlab ketib bo'ldi qo'lingiz. Ya'ni qo'lingizdagi suv iste'mol suviga aylanib bo'ldi. Ishlatilgan suvga aylanib bo'ldi-da, ishlatilgan aylanib bo'lgan barmog'ingizni siz mas tortyapsiz. U mas o'rniga o'tmay qoladi. Shuning uchun suvni shunda oling to'king bu kaftingizga. To'ldirib oling, bu kaftingizga to'king. Bo'ldi, ishqalamang. Shunda ashuni torting endi shundoqcha. Xo'p, mas tortayotganda qarang. Qaytarishingiz, mana bunaqa qaytaryapsiz, bunaqa qaytaryapsiz, to'g'rimi? Bunaqa qaytarib ketyapsiz. Bunaqa qilinmaydi. Agar siz tortsangiz bir martada shuni peshnaga qo'yib turib, to'liq tortib olishingiz mumkin. Shunday to'liq tortib olishingiz mumkin, ha? Yoki bo'lmasa siz qaytarayotgan bo'lsangiz, 3 ta barmoqni qo'yasiz. 3 ta barmoqni qo'yasiz, shuni qo'yasiz mana shu yerga. Mana kaft bilan tortasiz orqaga. Bosh barmoqlarning ichi bilan, ha? Endi qaytarayotganda kaftning ichi bilan qaytarib kelasiz mana. Ishlamagan edi bu. Ishlamagan kaft ishlaydi endi. Tushunarlimi? Ishlamagan joy bo'lishi kerak. Keyin bosh barmoq, ko'rsatkich barmoqning quloqning ichi, bosh barmoqning quloqning tashqarisi bo'ladi. Hozir siz orqaga bunday qaytardingiz, to'g'rimi boshga? Qaytarib yana shu bilan masxam tortyapsiz. Bu yerda ishlab bo'lgan edi. Ishlab bo'lgan narsani 2 marta ishlatyapsiz. Bo'yinga mas tortishingiz o'tmaydi ya'ni. Nimaga? Chunki siz ishlatilgan joyini bo'yinga yana mas tortdingiz, uning uchun alohida suv olishingizga to'g'ri keladi. Alohida yana ho'llab olib turib, keyin bo'yinga mas tortishga to'g'ri keladi. Tushunarlimi? Shuning uchun hozir boshqatdan mas torting siz. Ko'rsating qanday tortishni. To'king bo'ldi, ishqalamang, ha shundaycha, ha? Ana endi bo'ldi. Demak, siz bir marta olib boryapsiz. Bir marta olib boradigan bo'lsa, shuni qoplaysiz, to'liq boshni qoplaysizda, orqaga olib borasiz mana. Hammasi bo'ladi. Farzi ham, sunnati ham shuning ichida ado topadi. Ikkinchi xil ko'rinishi olib borib turib, kaftdan qaytarish bor. Shularning ikkalasi ham durust bo'laveradi. Faqat haligi gap. Mana buni ishlatib qo'ydingiz, siz buni qaytarib qo'yib, ishlatib qo'ydingiz, yana bo'yinga tortib qo'yasiz, o'sha xato bo'ladi.